Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher ota bilan bog'landikmi? Ha? Alisher ota bilan bog'landikmi? Ha. Otajonim, salomatmisiz, yaxshimisiz? Shukr, rahmat. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda yuritib bo'layotgan yurakdan yurakgacha tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Minnatdorman. Avvalambor sizni kirib kelayotgan yangi yil bayram bilan chin qalbimdan tabriklab xushab qolaman. Rahmat. Sizlarni ham tabriklayman bayramlar bilan. Kattakon rahmat. Mehribon yaqinlar, qadrdonlar, oila a'zolari baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni uzoq, tani joningizni sog' va omon, qalbingizni esa xotirjam va mustahkam qilsin deb qolaman. Rahmat. Birgalikda rahmat. Minnatdorman. Eshik qoqib kelayotgan yangi yil bayrami Nurafshon fayzli ayyomingiz munosabati bilan sizni samimiy tabriklab, xursand qilib, kayfiyatingizni ko'tarib, sizga unutilmas onlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomidan yurakdan yurakgacha loyihamizga sizga atalgan qalb so'zlari, samimiy tilaklari yozilgan tabriknoma maktubi yetib kelgan ekan. Ushbu kutilmagan tabriknomani kimdan kutgan bo'lardingiz? Kelinlardan kutganman. Bu qo'rishdagi. Mashallah, to'g'ri topdingiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon o'g'lingiz Xursandbek aka va go'zal kelin qizingiz Mamlakat Xonova hamda sizni jondan suyuvchi jajji nabirangiz Hayitboy tomonidan go'zal dil izhorlari bizning loyihamizga yo'llangan. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Ijozat bersangiz, ularning siz tomonga oshiqqan qalb tug'yonlarini sizga Allohim qodir qilgani qadar o'qib eshitirsam. Minnatdorman. Tilaklar ichida izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Assalomu alaykum. Davlatim, boshdagi tojim, suyangan tog'im, qalbi ummon otajonim. Sizni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Eshik qoqib kelayotgan yangi yil eng go'zal onlarga boy bo'lsin. Bemorlarga shifo, chorasizlarga umid, puli yo'qlarga boylik, sog'ingan qalblar uchun esa diydor yili bo'lsin. Boshdagi tojim, davlatim, Allohim umringizni uzoq, tani joningizni sog' va omon qilsin. Onajonim bilan qo'sha qarib, baxt va kamolimizni ko'rib yuring. Dunyodagi eng boy inson kim deb so'rashganda, ota-onasi bor inson deyishgan ekan. Darhaqiqat, sizlardek duogo'ylarim bor. Hech narsaga kamim yo'q, alhamdulillah. Robbim umrlaringizni ziyoda qilsin. Biz sabab yuzingizga tushgan ajinlar, sochlaringizda oralagan oqlar, beldagi quvvatingiz va kechgan orzu havaslaringiz haqqini har qancha qilsak ham ado eta olmaymiz. Bilib bilmay ko'nglingizni ko'p og'ritganmiz. Mehribonim, bari uchun bizni kechiring. Kelinini kelin emas, qiz o'rnida ko'rgan, nabiralari uchun bo'g'rini ayamagan qalbi ummonim, sizni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Onajonim bilan sizni haj umra ziyoratlariga qayta yuborishni Allohim nasib ro'z aylasin. Sizdek insonni farzandi qilib yaratgan mehribon Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Boringizga shukr otajonim, boringizga shukr. Siz o'stirgan nihol samoni qushdi. Endi davringizni suring dadajon, 100 yoshda ham yayrab baxtimni ko'rib, siz dunyo turguncha turing dadajon. Halol mehnat qilib, halol yedirgan. Biroz betob bo'lsak joni qolmagan, o'zi och qolsa ham bizni to'qlagan. Siz dunyo turguncha turing dadajon. Pul so'rasam doim topib bergansiz. Yiqilsam qo'limdan darrov tutgansiz. Qancha yomon bo'lmay yaxshi ko'rgansiz. Siz dunyo turguncha turing dadajon. Yo'qchilikda yonib ishlaganimsiz, bizni deb qattiq non tishlaganimsiz, yozda tinmay qishda qishlaganimsiz, siz dunyo turguncha turing dadajon. Deyman shunday chiroyli tabriknomalarni, samimiy tilaklar yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat sizlarga. Oilangizga rahmat. Tinch yashang. Inshaalloh. Yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yil bilan ko'p bayramlar ko'rmak nasib etsin. Rahmat inshaalloh. Barcha oila a'zolaringizni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bunday bayramlarni ko'pini ko'ring.
Rahmat. Birgalikda rahmat. Minnatdorman yana bir bor kelib kelayotgan yangi yil bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Rahmat. Minnatdorman otajonim. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi.